Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan aynan 31-sanada tug'ilgan insonlar haqida gaplashamiz. Ular kimlar? 3 soni borligi uchun bu insonlar ijodkor insonlar, nutq bo'yicha eng kuchli insonlar, g'oyalar yarata oladigan insonlar. Bir soni bu lider insonlar, yo'l ochuvchilar va mas'uliyatni oluvchi mustaqil insonlar hisoblanadi. Endi qarang, 3 bilan 1 ni qo'shganimizdagi kombinatsiyani ko'ramiz. Bu aynan 4 ga teng. Ular hayot davomida nimalar qila oladilar? O'zlarini ijodkorligi, nutq boyligi ko'pligi va ilm bobida judayam chuqur va o'ta jonli, motivatsion, ya'ni ular bir so'zlashayotgan paytida ham insonlarga motivatsiya berib yuboradida, ya'ni uni ichidan uyg'otib yuboradi. Shuning uchun bu insonlarga judayam ko'pchilik talpinadilar va bu insonlar har doim, masalan, bitta fikrda emas, har doim ijodkor insonlar. Ular yangi g'oyalarni suruvchi insonlar. Agarda siz bitta joyda to'xtab qolayotgan bo'lsangiz, ya'ni yangi g'oyalarni aytmayotgan bo'lsangiz, unda siz aynan o'zingizni blokirovka qilayotgan bo'lasiz. Agarda siz lider bo'lmasangiz ham, yo'l ochuvchi bo'lmasangiz ham, mustaqil bo'lmasangiz ham, unda siz blokirovka qo'yasiz va sizni hayotingizda stabilni, ya'ni sizlar tizim yaratuvchisizlar, asnova yaratuvchi, ya'ni hayotda negizini yaratuvchi insonlar. Va shunday fikrlaydi, ularda ongi shunday fikrlaydi. Shuning uchun bu insonlar, ya'ni hayotda stabilni tizimda pul keladigan ishlarni tashkil qila olishadi. Nihoyatda kuchli insonlar va ular to'rtburchak, 4 ta tomoni ham teng bo'lganligi uchun ular hamma tomonlama nima deydi, hayotda mustahkam oyoqda tura oladigan g'oyalarni gapira oladi va yarata oladilar. Ular yaratadi ham, gapiradi ham. Ba'zi bir insonlar faqat ma'naviyat odami bo'ladigan bo'lsa, bular tug'ma ma'naviy insonlar, lekin bu dunyoga moddiylik yaratuvchi, yo'l boshlovchi va hayotda tizimli pul kelishni joyiga qo'yib qo'yuvchi insonlar. Qarangki, agar ular erkak bo'ladigan bo'lsa, oilada u inson mana shunday tizimli ish yaratadiki, u albatta zavod yoki fabrika yoki bir qandaydir o'quv tizimi va undan har doim pul tushib turadi. Bunday ish qilmayapsizmi? Siz blokdagi odamsiz. O'zingizda talantlaringizda